maktabga boramiz. Alexeyevsk. Xayrli erta iпташлар. Bu o'quda hamon biz maktabga boramiz. Ham maktabga borganda yishqina bizning ulu yo'lga chiqqancha deb aytirga kerak endi. Xayrag'anda bir necha chaqirim yo'l o'tasi bor, hamanda akringina boruvchilar bor. Odatda ul akrin boruvchilar kimlar bo'ladi? Xotin-qizlar. Xotin-qizlar ham tag'im yoki Malay, obay kishi ko'zlikli. Ko'zlikli ashkarik. Biz shunday deb yurtamiz endi. Ya ashkarik, ya xotin-qiz munda deb. Ham bir mashina shulay akringina bora, ortidan jiygan endi bu xayrangina mashina. Oq tusda mashinaga qo'yaymi? Yarar, o'zganda qaraymiz inanlari. Durustmi, yo'qmi? Ikkimiz de stavka qo'ydik. Hem anda o'tiraydi. Biz o'zib. Ayi. Ko'zliksiz. Ko'zligi de yo'q. Bu yoshlar yoshgina malay tugul, bir 30 yoshlardagi. Bu storiesdan so'ng demak narsa deb bizning aytgan aybirlar ishlamay durust tugul endi, andi stereotip. Men qo'sani yondaylar xotin-qiz o'tirdi, balki ularga akringina bor, akring. Oppa! Men qo'sa 3 tip bor. Mana bu burilish. Ayyan endi ish. Tip bor. Birisi bilan shu xotin-qiz, birisi ko'zlikli obay, ham uchinchisi obay yonida xotin-qiz o'tiradi. Aybat, yaxshi. Aybat. Ko'psin. Manda bet endi ishni sayladikmi? Ayi. Ishning ikkisida xotin-qizga ayiblaymi? Xayrli erta boramiz iпташлар. Kunlaringiz o'ng'ishli o'tsin. Min sahifasına kelib jetdik, hurmatli radio tinglovchilar, hurmatli Instagram qarovchilar. 3 so'zning ikkisini durust tarjima etgan shiraqda sen 50 so'm oqsha o'ta olasan. Hozirmi? Birinchi so'z Strauss. Ikkinchi so'z Voronka. Hem üçüncü söz Clay. Taratatatam. Birinci söz Strauss. Ol teva kışı. İkinci söz Voronka. Ol burenke. Üçüncü söz Clay. Ol jilim dip tercüme edilir.